Hozirda virus infeksiya bilan xalqimiz qiynalayotganda bu shifokor meni tavsiyalarim. Birinchi holatda bosh og'riq bo'lishi yuqori isitma paytida isitma tushirgan preparatlarni beramiz. Ibufen, parasetamol agar bosh og'riq ketmasa shifokorga murojaat qilamiz. Nevropatologga, sudralga ensefalit oldini olish uchun. Ikkinchi holatda bizda ichki ketish, qusish holatlari bo'lyapti. U bitta-ikkita bo'lsa kuzatamiz, ko'proq suyulib berib, dieta qilib turib, qo'rilgan ovqatlar bermasdan turib, gripp bo'lgan bemorlarimizga agar ketmasa infeksiyangizga murojaat qilamiz. Uchinchi holatda isitmani yuqori bo'lishi, yo'tal bo'lishi, bizda asosiy pulmonolog va pediatrlarni, terapevtlarni holati, biz kuzatgan holat, unda nimalar qilamiz? Yuqori isitma, uchala holatda ham protivirusin preparatlar beramiz, ko'p-ko'p suyulib beramiz, badanni isitma tushirgan dorilardan tashqari iliq suv bilan, jidkimili suyuq suvini aralashtirib iliq suvda butun badanni artiladi. Bu isitma tushishiga juda katta yordam beradi. Shu yerda aytib o'taman, isitma tushirgan dorilar orasi 4-5 soatdan kam bo'lmasin. U o'zi salbiy ta'sir olib keladi isitma tushirgan dorilarni. Keyingi holatda antibiotikka nima qilamiz? Antibiotik berishdan oldin umumiy qon, SRB, prokalsiy analiz topshiramiz. Agar bu analizlarda bizda ko'rsatkichlarda положительный chiqsa, musibat chiqsa, antibiotik boshlaymiz. Agar yuqori bo'lsa shifokorga murojaat qilib, ukol qilishni tavsiya beraman. Agar past chiqsa, tabletlarning forma. Agar chiqmasa, mana shu tepada aytgan narsalarni cheklanasizlar, kuzatasizlar 2-3 kun. Agar holat yaxshi bo'lsa, 3-4 kundan shifokorga murojaat qilasiz. Undan keyingi holat yo'tal, bizda pnevmoniya deyapmiz, isitma yo'tal yo'q. Pnevmoniya diagnozi qo'yish uchun shu holatni eslatib o'taman. Rentgen shart, o'pkani, analizlar shart va shikoyati bo'lishi shart. Shu holatlar to'g'ri kelganda, keyin pnevmoniya deb shifokorga murojaat qilasiz. Rentgenda agar chiqsa, keyin lecheniya olasiz. Yo'talda bu holatda nima qilamiz? Tomon fizioterapiyaga chayamiz, burunni fizioterapiyaga chayamiz, antigistamin, fenisil, zodik, dezolotadinlarni ichirib kuzatib turamiz, ko'proq suyulib berib. Yo'tal hozir grippda juda ko'p bo'lyapti, bu yo'tal belgilari. Buni davolashinglar faqat shart emas. Bu meni shifokor tavsiyalarim. Sog' bo'linglar.